Real Medical tibbiyot markazi Toshkent shahridagi eng nufuzli xususiy klinikalardan biri bo'lib, klinikamiz birinchi va ikkinchi bo'limlardan iborat. Bizda asosan laboratoriya, statsionar va jarrohlik amaliyotlari o'tkazadigan operatsion bo'limlarga ajratiladi. Laboratoriya bo'limimiz aniq tahlillar va tashxislarga asoslangan bo'lib, zamonaviy mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Statsionar bo'limlarimizda bir vaqtning o'zida 150 dan ortiq bemor bemalol yotib, dam olib davolanishlari uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yo'lga qo'yilgan. Jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladigan operatsion bo'limimiz asosan ginekologik, urologik, travmatologik va onkologik muammosi bor insonlar uchun eng zamonaviy chet eldan keltirilgan asbob-uskunalar yordamida malakali mutaxassislar tomonidan jarrohlik amaliyotlari olib boriladi. Agar sizga yuqorida sanab o'tilgan xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning ushbu raqamlarga murojaat qilib, klinikamiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz va bu yerda o'z salomatligingizni, sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin. Real Medical sog'lom hayot sari ishonchli qadam.